Assalomu alaykum. Kun uzda qishloq xo'jaligi va ob-havo bo'yicha ko'rsatuvi. Erkin aka, assalomu alaykum. Xaritadan ko'ryapmizki, o'sha aytganimiz oldin ogohlantirilgandi, qora sovuqlar keladi deb. Ya'ni bizga ham mana bir cheti o'tyapti va bu qay darajada sovuq bo'ladi o'zi? Assalomu alaykum. Kunduz kuzatuvchilari, darhaqiqat biz ikkita ko'rsatuvdan buyon aytyapmiz. O'sha ikkita oldingi ko'rsatuvda ham, o'sha mart oyini prognozida ham ayni stratosferning yuqori qismida isib ketish, haroratni 30 km yuqorida, pastda uyurmani tezlashib ketishi bizga mana shu sovuq arktik antsiklonning janubiy chekkasi chuqurroq kirib kelishini ta'minlaydi degan bir bashorat deymiz, prognoz berib o'tdik. Mana 12-mart kuniga yaqin, 11-mart kuni, bu 8-martdan 13-mart kuniga qadar, 14-mart kuniga qadar sovuq havo oqimini kirib kelishi, bu mana shu fioletoviy ranglar 20-20, oq ranglarimiz -30, -40 darajalik sovuqlik kutilmalari bizda mana janubiy chekkasi aytilib o'tilganidek antsiklon markazida atmosfera bosimi 1055 hektopaskalgacha ko'tarilib ketadi bizda. Ayni mana shu Navoiy, Buxoro viloyati hududlarida o'tarkan ko'zi mana shu o'tyapti. Mana 9-10-mart kuni juda ham chuqur ta'sir ko'rsatyapti. 11-mart kuni ham ta'sir ko'rsatyapti va bizda ayni mana shu ko'k ranglarimiz -10 darajagacha pasayib ketishi qaysi payt? Chorshanba tongi muddatlarda yoki seshanba tongi muddatlarda shimolda, chorshanba tongi muddatlarda respublikaning juda ham ko'plab hududlarida -6lik, -5lik, vodiy viloyatlarida sal chetida qoladi bu antsiklonni. U hududlarda, markaziy hududlarda, asosiy qishloq xo'jaligi yer maydonlarida -2 ga tushadigan bo'lsa, shimolida, sharqida -5, -6, tog'larda, Qamchiq dovonida hatto -20 darajagacha mana ko'ryapsiz. O'z Pomir tog'larida ham, hattoki g'arbiy g'arbiy Tian Shan, Qirg'iziston tog'larida ham -20, -25 darajalik sovuqlar bor ekan mana shu kelayotgan 2 kunlikda. Va o'zi umuman xalqimizda bir zo'r maqol bor, naql bor. Aziz momo 6 kun, nima deydi? Qahri kelsa 7 kun deydi. Ya'ni 6 kun issiq bo'lib beradi. O'sha o'tmishda shu arab mamlakatlarida aziz momo degan nima cho'pon bo'lgan. Endi o'sha ishonmagan, o'sha isib ketdi, bo'ldi, qo'ylar junini olgan, orqasidan sovuq kelib, qo'ylari ham nobud bo'lgan, sel suv toshqinlari yuzaga kelgan. Shuni hisobiga 7-kunini shu qahri kelsa deyiladi yoki mana aziz momo 6 kun, nima deydi? Qaqrasa 7 kun, sakrasa 8 kun, to'qransa 9 kun, o'qransa 10 kun degan bir maqollar bor. Bu nima? Biz O'zbekistonda shu mart oyining boshlarida sovuq havolar bor, ya'ni aldamchi bahorlarga ishonmagin degan bir maqol bor va mana shuni biz hozir nimasini ko'ryapmiz atrofda. Demak, keyingisini olasiz. Shu 11-12 kunlari qattiq sovuqlarimiz bor demak, tong muddatlarda. Mana o'sha savolingizga javob, bu avval yog'ingarchilik bo'yicha gaplashaylik. Umuman olganda endi sovuq havo oqimlari kirib kelishidan oldin bir nam havo oqimi kirib keladi bizga va sovuq havo oqimining pozitsiyasi asosan sharqdan ta'sir ko'rsatyapti va tabiiyki bizda mana shu sharqiy hududlarimizda asosan mana shu yo'nalishda ko'proq yog'ingarchiliklar kuzatiladi. Mana hozir 15-mart bu yakshanba kuni umuman hududlarda mana bugun 9-mart ayrim hududlar Samarqand va Jizzax viloyatlari kechqurun va 10-mart kuni juda ham ko'plab hududlarimizda ko'rinyapti ko'k ranglarimiz. Yog'ingarchiliklar bor. Ayrim hududlarimizda 14 mm, 15 mm, ayni mana shu Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyati va vodiy viloyatlarida seshanba kuni juda ham ko'p yog'ingarchilik kuzatilishi mumkin. Keyin boshlanyapti chorshanba, payshanba, juma, shanba kunlari, hattoki yakshanba kunlari deyarli yog'ingarchilik kuzatilmaydi. O'sha antsiklon, sovuq antsiklon ta'sirida ko'm-ko'k osmon bo'ladi. Endi bu paytda havo ifloslanishi yuz beradi. Tongi muddatlarda harorat keskin pasayib ketish holatlari kuzatiladi. Umuman yog'inlar quvvati haqida gapiradigan bo'lsak, keyingisini olasiz. Yog'inlar quvvati ko'p emas. Ya'ni masalan biz mart boshlarida yoki mana fevral oylarida kuzatgan yog'inlar quvvati kamroq. Mana yog'inlar quvvati bu bugungi kundan ana shu juma kuniga qadar O'zbekiston Respublikasi hududlarida yog'ishi mumkin bo'lgan yog'ingarchilikning umumiy quvvati Buxoro viloyati hududlarida 5 mm gacha yog'ingarchilik bor ekan. Qashqadaryo viloyatining g'arbiy tumanlarida, mana shu Muborak, Nishon tumanlarida kamroq 5 mm va toqqa yaqin yurgan saringiz ko'proq, ayniqsa mana shu Hisor tog' tizmalarida hattoki 50-60 mmli yog'inlar bor. Samarqand viloyatining yarmida ko'p, 40 mm, Jizzax viloyatida ham 40 mm sariq rangli, mana Toshkent viloyatida ham sariq rangli hududlarimiz bor va vodiy viloyatlarning faqatgina Andijon viloyati, Namangan viloyatining Andijon viloyati bilan chegaradosh tumanlarida, Norin tumanida va Andijon viloyatining shimoliy ko'plab tumanlarida o'sha 40 mm ga yaqin yog'ingarchilik bor ekan. Farg'ona viloyati tumanlarida kamroq deganim 25-20 mm yog'ingarchilik. Ya'ni yashil ranglarimiz 20 mmli, mana shimolda bugun yog'ib o'tyapti. Ko'p bo'lmagan qorlar yog'yapti. Hozir to'g'ridan-to'g'ri masalan Xorazmda qor yog'ib o'tdi va bu yog'i ketdi. Hafta davomida shimolda yog'ingarchilik kutilmalari yo'q. Nima uchun buni ko'rsatyapmiz? Endi mana hozir sovuqlik kutilmalarini O'zgidrometda o'zi ham prognozda berdi va bu yog'ingarchilik quvvati yaxshi. Nimaga yaxshi? Chunki
o'sha sovuq kirib kelganda yer sirtida harorat qanchalik yer sirt yuzasi tabiati deylik, masalan qor qoplami bo'lsa sovib ketadi, chunki oppoq sirt yuzasi sovuq, radiatsion sovish bo'ladi. Ansiklon kirib kelganda yana ham sovib, havo harorati sovib ketadi. Agar yer nam bo'lsa, masalan mana yomg'ir yog'yapti, nam bo'lsa sovib ketish, ya'ni mana shu prognozlardagi -6 darajalarimiz agar yaxshi namgarchilik bo'lsa, siz chorasini ko'rsangiz, masalan ustida hashaklarni olib qo'yadigan bo'lsangiz, tungi muddatlarda issiq havo yuqoriga ko'tarilib va o'sha -7 darajani, hattoki siz -5 darajagacha pasayt 2 daraja yoki mana -2 daraja sovug'urish deyiladi, kurtaklar ana shuni 0 darajaga tushirishingiz mumkin. Ya'ni endi mana bu Buxoro, Navoiy viloyati aholisi yoki mana Qashqadaryo, mana shu ko'k rangli hududlarimiz yoki vodiy viloyatlarida sug'orishlari kerak. Ayni seshanba ertangi kuni juda ham ko'plab mana shu aytib o'tilgan tumanlarimizda sug'orish ishlarini amalga oshirishlar kerak. Nima uchun men shimolni aytmayapman? Shimolda ham qilishsa bo'ladi. Masalan, chunki shimolda endi kurtakladi, faqatgina masalan o'rik, bodomlar endi kurtak. Bu kurtakka endi keyinroq aytamiz, o'zi sug'orish darajasi qanaqa bo'ladi. Bu hududlarda kamroq xavf, ya'ni sug'orish dov-daraxtlar nabobat olamiga ta'sir kamroq. Surxondaryo viloyatida ham kamroq. Keyingisini olasiz. Keyingisida mana harorat rejimi bo'yicha. Hozir qor qayerlarda bor? Ha, qor bo'yicha mana o'sha tasvir bor ekan. Haqiqatdan qorni o'zi seshanba kuni tungi muddatlarda ansiklon ta'sir etayotganda kechki payt ko'plab hududlarimizda yog'ayotgan yomg'ir endi qorga aylanishi mumkin. Lekin mana yerimiz fevral oyida haddan tashqari yer isib ketdi, o'zi ishlayapti-da qishloq xo'jaligi. O'sha yerimiz issiq bo'lgani uchun yog'ayotgan qorlar endi yerga o'rnash ehtimoli kam. Erib ketaveradi, yog'adi, lekin erib ketaveradi. Ya'ni sariq qor deyiladi bu narsani. Hani xalq tilida mana qish oxirgi paytida yog'adigan sariq qorlarga qiyoslash mumkin. Ana shunaqangi o'xshagan qorlar yog'ib, faqatgina endi biz chorshanba tongi muddatlarda o'zi qayerliklar qor bilan kutib oladi tongi muddatda degan savolni xaritasini beryapmiz. Mana ko'ryapmiz, Samarqand viloyatining ayrim hududlari, bu Samarqand viloyatining Urgut tumanlariga to'g'ri kelyapti, yoki Jizzax viloyatining Baxmal, Zomin tumanlari, yoki mana Toshkent viloyatining Ohangaron va Bo'stonliq tumanlari va Namangan viloyatining shimoliy, ya'ni Qo'rg'on, Chust, Kosonsoy, Andijon viloyatining shimoliy tuman aholisigina va Qashqadaryo viloyatining tog' etaklaridagi aholilar qor bilan kutib olishlari mumkin. Ya'ni ularda yoqqan qor yerga haqiqatda o'rnashadi. Ya'ni ularda demak sariq qor emas. Bundan keyin keyingi nam havo oqimlarida qor yog'ishi mumkin. Va mana shu savolga javob, ya'ni seshanba kuni tungi muddatlari, kechki muddatlarda yog'ayotgan yomg'ir ko'plab hududlarimizda qorga aylanishi mumkin. Lekin yerga o'rnashish masalasi ko'p emas. Bu yaxshi. Qishloq xo'jaligimiz uchun, dov-daraxtlarimiz uchun yaxshi, chunki agar qor o'rnashsa, havo harorati yana ham tushib ketgan bo'ladi. Keyingisini olasiz. Keyingisi harorat 9-martdan 15-mart kuniga qadar haftalik mana minimal haroratni ko'rsatyapmiz atayin, chunki bizga maksimal yoki o'rtacha kerak emas hozir. Minimal haroratlar ko'ryapmiz. -15 darajaliklar mana hafta boshlarida seshanba, chorshanba kun shimoliy hududlarimizda, Qizilqum cho'llarida, hattoki tog'li hududlarimizda ham -15, -20 darajalik harorat bor. Endi qarang, bizda asosiy sovuq havo oqimi 11-mart kuni. Va ayrim viloyatlarimizda 2 kun kechalari tungi harorat 0 dan pasayib ketadigan bo'lsa, kunduzi ham 0 dan biroz ko'tariladi. Vodiy uchun, Surxondaryo uchun bu faqat 1 kun. Ya'ni 1 kungina 0 darajadan pasayishi mumkin. Ya'ni Vodiy viloyatining ko'plab tumanlari, Farg'ona vodiysining va Surxondaryo viloyatining janubiy tumanlarida faqatgina 1 kun o'sha chorshanba kun tongi muddatlardagina 0 darajadan biroz pasayishi mumkin. Keyingisini olasiz. Nima uchun bularni aytyapmiz? Chunki hududlardagi bog'bonlarimiz, dehqonlarimiz mana shu kurashish, necha kun kurashadi degan savolga javob aytib ketyapmiz. Keyingisida bu 11-mart kuni o'zi haftadagi eng past harorat ayni mana shu kun kuzatiladi, tongi muddatda, chorshanba tongi muddatida ko'rinyapti. Mana ko'ryapmiz -14, -13 Shimoliy Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati, Navoiy viloyatining shimoliy hududlari, hattoki mana Buxoro viloyatining cho'l hududlarida -10, Buxoro viloyatining qishloq xo'jaligi yer maydonlarida -7 ko'rinyapti. Mana Samarqand, Qo'shrabotda -10, Samarqandning ko'plab hududlarida 6-7, -6 va mana Jizzax viloyatining G'allaorol ko'plab tumanlarida -6 daraja, -5, -4. Toshkent viloyatining tog'li hududlarida -22 daraja, Qamchiq dovonida, Vodiy viloyatining markaziy Farg'ona katta qismida -2, -3. Andijonning ham ko'plab qismlarida -4, -5, Vodiyda ham -3, -5, endi shimoliy hududlari -7, -8. Mana Surxondaryo viloyatining 0 daraja hududi va boshqa Qashqadaryo katta hududlarda ham -4, -7lik haroratlar bor. Endi bu harorat qiymatlari hafta uchun eng minimal harorat desaga ham bo'ladi. Va mana shu paytda ko'plab bog'bonlarimiz choralari, agrotexnik tadbirlarni amalga oshirishlari kerak bo'ladi. Keyingisini olasiz. Tadbirlar haqida aytib o'tamiz yana. Keyingisi endi ko'pchilikda savol o'zi bizda dov-daraxtlarimiz, nabobat olamimizni nimalar, qanaqa xavf kutyapti? Mana sovuq urish, qayerlarda
masalan bodomni necha foiz sovuq uradi yoki o'rikni necha foiz sovuq uradi, mana shaftolini necha foiz sovuq uradi degan savolga bizda Shuhrat Abrorov o'zi meva sohasidagi xalqaro ekspertimiz bor va o'zlarini Telegram kanallarida ham bo'lishyaptilar. Biz bilan bo'lishyaptilar mana shu ma'lumotlarni. Ya'ni har bir to mevaga kirib olguncha fazalari bo'ladi. Masalan, kurtaklashish, mana kurtak holati. Ya'ni kurtagi gul kurtak bo'rtishi, gul kurtak qizarishi, oq gullar, mana gullash, to'liq gullash, kosa barg to'kilishi yoki meva tugish. Endi mana o'rigimiz juda ham ko'plab respublikaning ko'plab viloyatlarida, endi Xorazm, Qoraqalpog'iston Respublikasi hududlari yoki mana vodiy viloyatlari va tog'li hududlarimizni hisobga olmasa, juda ham ko'plab hududlarimizda to'liq gullash, kosa barg to'kilishi va meva tugish holatlarida. Demak, mana ko'ryapmiz, o'zi 30 daqiqa sovuq minusga tushsa, sovuq urish boshlanadi. Qoida nuqtai nazardan agar 10% lik zarar bo'ladigan bo'lsa, demak mana -3 darajalik mana to'liq gullash, kimda to'liq gullash o'rik bo'layotgan bo'lsa, -3 darajaga harorat pasaysa, demak 10% zarar bo'lar ekan. Agar -5.5 darajaga pasaysa, mana shu fazada to'liq gullashda o'rik, demak 100% zarar degani. 100% desa ham bo'ladi. Masalan, kosa barg endi bu degani changlanib bo'ldi, endi mevaga aylanyapti, puchaklari pastga tushyapti, sekin kichkina kosa barg hosil bo'lyapti. Bu paytda 4,5 darajani o'zi 100% zararlanishi va mana meva tugish holatda kichkina dovchaga aylangan bo'lsa, o'rik 4 daraja. -4 darajada uni sovuq urishi mumkin ekan. Kurtak mana masalan Xorazm viloyatlarida hozir mana shu holatda mana gul kurtak bo'rtishi kuzatilyapti Xorazmda o'rik daraxtini -18 darajagacha yaxshi, ya'ni 100% zarar bo'lmaydi. 6,5 dan pasayish baribir 10% zarar bor. Ya'ni ularda hozir kutilma -10 daraja. Demak, ularda 10-20% o'riklarda zararlanish bor. Endi bu shaftolida ham mana ko'rsatgan. Ular o'zlarining kanallarida Shuhrat Abrorov o'zlarining kanalida gilos uchun ham, nima uchun ham, nok uchun ham, olma uchun ham ko'rsatganlar. Mana shu ma'lumotlar bir-biriga yaqin bo'ladi baribir. Mana shu ma'lumotlar asosida o'sha bog'dorlarimiz, bog'bonlarimiz o'z choralarini, ya'ni nima qilishim kerak o'zi, masalan men -5 bo'ladigan bo'lsa hosildan umidim bormi degan savollarga javob tariqasidagi bir nimada, bu yo'riqnoma desa ham bo'ladi. Keyingisini olasiz. Keyingisida endi bizda 9-15 mart kunlari o'zi haftalik haroratimiz, mana shu ko'p yillik me'yorimiz bor. 1991-2020 yil martda ikkinchi haftasiga nisbatan o'zi qanaqa chetlashishga ega, mana -6, -10 darajalik ko'k ranglarimiz turibdi. Odatdagidan shuncha past. Anomal sovuq desa ham bo'ladi. O'zi 5 kun orqama-ketin 8 darajadan pasayib, demak mana shu hududlarimiz, ko'k rangli hududlarimiz Buxoro, Qizilqum cho'llari, Qashqadaryo, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati va Sirdaryo, Toshkent viloyatining ko'plab hududlari anomal sovuq haftaga guvohi bo'lishlari mumkin mana shu haftada. Ya'ni bu fevralning boshlaridagiga o'xshash bir muhit hisoblanadi va ko'ryapmiz, keyingi haftada ham mana ko'k ranglarimiz asosiy kirib keladigan va shimolimizda ham ko'k rang turibdi. Keyingisini olasiz va keyingi haftamiz ham ya'ni biz kutgan yana o'sha fevral o'rtalaridan qarbiy 30 darajalik issiqlar bo'ldi-ku, unaqangi kutilmalarimiz mana yo'q. 16-23 mart kunlari ham ko'plab hududlarimizda 3-6 daraja, hattoki -1, -3 daraja, ya'ni martda boshlariga xos bo'lgan bir muhit kuzatilar ekan. Ya'ni endi mana sovuq urgan bo'lsa, masalan dov daraxtlarimizni endi ishlab ketishi, uyg'onib ketish ehtimoli kamroq bo'ladi degani bu xarita. Va undan keyingi nimada ham mana ko'ryapmiz, sovuq mart oxirigacha sovuq demak. Shunga yaqinroq mo'tadil va sovuq bo'lishi mumkin. Keyingisini olasiz. Biz buni prognozlarimizda ham aytdik. Mart oyi sovuq keladi ko'plab hududlarimizda deb. Endi bu yog'ingarchilik kesimida mana Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm katta hududlari, Qizilqum cho'llarida ham, Qashqadaryo viloyati hududlarida ham bu mana shu haftada yog'ingarchilik kamroq ekan. Mana shu hududlarimiz o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek sug'orish bilan kirib borish kerak, sovuqqa qarshi, chunki ana shu sug'orish yaxshilab shibbalatib sug'orishi o'zi ham kutilayotgan haroratni, masalan sovuq -3 deyilyapti, buni o'zlarini xarita ko'rib olishlari mumkin. -2 daraja pasaytirishingiz mumkin, ya'ni yaxshilashingiz mumkin. Masalan -3 bo'ladigan bo'lsa, siz 0 darajaga tushirishingiz mumkin, sug'orish, yaxshi sug'orish. Barcha. Va mana bu hududlarimizda Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyatining ayrim hududlarida, Qashqadaryo viloyati hududlarida, Navoiy viloyatining nimasida, sharqiy hudud va Andijon viloyatida ham me'yordan ko'p yog'ingarchiliklar bor ekan mana shu haftada. Keyingisini olasiz. Keyingisida ham mana ko'ryapmiz. Namgarchilik kirib kelyapti. Keyingisida ham namgarchilik ayrim hududlarimizda, ayni mana bu Buxoro, Navoiy viloyati, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyati hududlarida va Qoraqalpog'iston Respublikasining qishloq xo'jaligi yer maydonlari hududlarida yaxshigina yog'ingarchiliklar. Mana bu shimoliy hududlarda quruqroq va Toshkent viloyatida ham, tog'larda ham quruqroq. Oy oxirida bu yuqoriga chiqadi.
Qayerga? Yog'ingarchiliklar. Ha, va 3 haftamiz, 3 kunligimiz ham nam. Mana yuqorida endi antsiklon o'tirib olyapti. Ya'ni antsiklonlar o'tirib yog'dirmayapti hech narsani, faqat janubiy qutblarda endi mana bu arab mamlakatlarida yog'ingarchiliklar yaxshi va buni ta'siri baribir bizga voha hududlarimizga yaxshigina ta'sir etadi. Mart oyini prognozlarda ham biz ko'rsatdik. Juda ham ko'p yog'ingarchiliklar me'yordan ko'p bo'lishi mana shu xaritalardan ham ko'rinyapti. Endi yog'ingarchilik bo'yicha aytyapsiz. Mana kecha shu videolar tarqaldi. Eronda boyagi osmon qorayib ketib, boyagi neft yonib ketgandan keyin o'sha kislotali yomg'irlar yog'di. U bizgacha qanchalik darajada yetib kelishi mumkin? Eron Tehronda bo'ldi u hodisa. 7-mart tongi muddatlarida, adashmasam, 8-mart tongi muddatlarida bo'lgan va mana shu hududda juda ham katta neft saqlash o'sha obyekti, portlash natijasida juda katta qora endi o'sha tutun paydo bo'lgan. Qora tutunni juda nimasi tarqash to'g'ri o'sha paytda o'sha mana bizga kirib kelayotgan nam havo oqimlari Turkmaniston orqali kirib kelyapti. Marshrutdamiz, lekin bunaqangi mayda zarrachalar agar masalan stratosferaga ko'tarilmasa, bu 5-6 kilometr ko'tarilyapti, ko'rdik biz internetda ham nimasini, o'zini balandligini. Buni radiusi 300-400 kilometrdan u yoqqa o'tmaydi. Ya'ni bizga uni to'g'ridan to'g'ri xavfi yo'q. Kislotali yomg'irlar ana shu hududlarga yog'adi. Boshqa hududlarda mana shu hududlar Fordo, Natanz kabi yadroviy obyektlarimizda agar masalan qanaqadir favqulodda yadro radioaktiv oqim yuzaga kelsa, uni nimasi 2000 kilometr, 3000 kilometrgacha yomg'ir yog'adimi, boshqa bo'ladimi, yetib keladi. Hozirgi yomg'ir yog'ishi aksincha, u zarracha yomg'irni o'rtasidagi kondensatsiya zarrachasiga aylanib, ana shu hududda o'ziga yog'adi degani. Masalan, bizda xuddi mana shunaqa holatlar bo'lgan, masalan, sun'iy yomg'irga o'xshagan narsa bo'ladi. Sun'iy yomg'irga va quvvatni kamaytirishi ham mumkin. Ya'ni kelayotgan nam havo oqimi prognozlarida bizda ko'proq yomg'ir yog'ishi mumkin. Bu hududda sun'iy ta'sir ko'rsatilyapti. Endi sun'iy emas, sun'iy ta'sirga o'xshagan jarayon bo'lyapti. Mayda zarrachalar yomg'irga aylanib, endi nam havo oqimi shiddat bilan kirib kelayotgan nam havo oqimi shu shalpayib, sal pasayib kirib kelishi mumkin. Ya'ni bunaqa tajribalar bizda bo'lgan. Ya'ni biz o'sha mustaqillik bayramlarida yoki Navro'z bayramlarida yaqin yillargacha o'sha Milliy bog'da ham yomg'irni kamaytirish uchun Jizzax viloyati hududlarida nam havo oqimi o'shadan kirib keladi-ku. O'sha yerda sun'iy yomg'ir yog'dirib, ko'paytirib, quvvatni o'sha joyda maksimal tashlab, Toshkentga kamroq yomg'ir yog'dirish nimalarini bizda Gidrometeorologiya ilmiy tadqiqot institutining olimlari endi o'sha 2000-yillar boshlarida qilishgan mana shunaqangi anaqalari, tajribalari. Endi tavsiyalar bo'yicha aytadigan bo'lsak, albatta sug'orib qo'yish kerak, to'g'rimi? Sug'organda shu yer albatta suv harorati issiq bo'ladi, +10 bo'ladi taxminan va o'sha yer chuqurroq singadida va keyin sovuq tushgan paytda bug'lanib, ya'ni yuqoriga bug' ko'taradi va bu bir 2-3-4 darajagacha, ya'ni xavfni kamaytirishi mumkin. Ya'ni -7 bo'lsa, -3 bo'lsa. Undan tashqari ko'pchilik videolarda ko'rgan shu paqir chelaklarga o'sha atrobotga moy deyiladi. Shuni olib yoqib qo'yilsa, ora-oralatib, ya'ni katta bog'larda bu juda ham effekt katta bo'ladi. Ya'ni Yevropada bu -15 darajagacha saqlab qolish imkoniyati bor. Shuningdek, hozir agar xonadonlar bo'ladigan bo'lsa, oddiy usul, ya'ni ohakni eritib, kaolin eritmasi deyiladi. Shuni kech qolindi u. Endi kech. Chunki bu kaolin nimasini eritmasi va yana boshqa eritmalari biz o'sha suspenziya yordamida daraxtni shibalatib, stressini kamaytiradi. Chunki hozir ishlayapti. Mana hozir ham ko'chada 20 darajaga yaqin, juda ham komfort, daraxtga yoqimli. Bu tanada suv aylanishini kuchaytirib yuboradi va kelayotgan sovuq havo oqimida endi sovuq urishi unga kuchayib ketadi. Shuni hisobga biz to'xtatishimiz kerak edi. Endi biz kech qoldik baribir. Bu tavsiyalar biz kaolin nimasini bir 3 kun 4 kun oldin aytganimizda keng masshtabda qo'llashganda 50% mana bu qo'yda bor ko'rsatildi-ku, o'sha 50% gacha biz kamaytirishimiz mumkin. Endi biz hozir oldimizda faqatgina shu tutatish usuli albatta va tutatishda ham usullari, agar masalan ventilyasiya usuli, chunki yomg'ir yog'ib bo'lgandan keyin kurtaklarga yoki gul kosalariga yoki meva tugunchalariga o'tiradi suv, o'sha suv orqasidan muzlaydi sovuq kirib kelgandan keyin. Ana shuni biz quritishimiz kerak. Tutatish usuli bilan quritasiz yoki ventilyasiya imkoniyatimiz yo'q. Agar kimdadir imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, ventilyasiya usullarida agar xullas kalom biz pastni, yer sirt yuzasini isitishimiz kerak. Chunki o'sha joyini agar biz o'sha nam yuritib, masalan, sug'orib boshqa qiladigan bo'lsak, yerdan ko'tarilayotgan issig'i tezroq uchib ketmasligini oldini olamiz. Agar masalan sirt yuzasi qor qoplami bilan qoplangan bo'lsa, ketdi bu yog'i -2 likka -10 darajaga pasayib ketishi mumkin. Shuni hisobga baribir yer sirt yuzasini biz maksimal holatda
isitishimiz va tutatishda e'tibor berishimiz kerak, shamol yo'nalishiga e'tibor berishimiz kerak va tutatish doimo o'sha har doim qilish ham shart emas. Masalan, bu 4 soat, 5 soat davom etyapti sovuqlar, yana kunduzi 0 dan yuqoriga ko'tarilyapti. Ana shunda eng asosiy sovuq bo'lgan paytlarda prognozlardan kelib chiqib, shamol yo'nalishidan kelib chiqib, to'g'ri 2 soatlik, 1 soatlik tutatish usullarini amalga oshirsangiz, biz quritib olishimiz kerak. Misol uchun kechasi 2 dan boshlab ertalab 7 gacha qilsa bo'ldi-da, to'g'ri? Ha, shunga o'xshagan holat bo'lyapti. Ayrim hududlarda 2 kun qilinadi o'sha ish, ayrim hududlarda 1 kunni o'zi yetadi. Ana shu ishni endi Vodiy viloyatida, masalan, Vodiy viloyatlari, Surxondaryo viloyati, Qashqadaryo ayrim hududlarda 1 kun yetadi. Qolgan hududlarimizda 2 kunlik mana shunaqangi nima bor. Demak, tutatishda somonni tutatish ham to'g'ri yo'li bor. Oddiy somonni tutatib qo'ysa tez yonib ketib qoladi va tutun birpas tugab qoladi. Uning uchun somonni suvga bo'ktiriladi va shu tutatadigan joyga qo'ygandan keyin ichiga cho'g' tashlab qo'ysa, ancha vaqtgacha tutab yotadi. Bu ya'ni ora-oralatib buni ham qo'yib chiqadigan bo'lsa, ya'ni bog'larni ham ya'ni qanchadir hosilni saqlab qolish imkoniyati yaratiladi. Albatta, sizda ham qandaydir fikrlar bo'lsa, bu bo'yicha tajribalar bo'lsa, albatta izohlarga yozib qo'ying. Albatta, tanqidlarni ham yozing, fikrlaringizni yozing. Erkin aka, sizga katta rahmat va biz bilan birga bo'ling. Sog' bo'linglar.